bir mekanda to'raldik. O'zbekdagi, qirg'izdagi agar jomon bo'lsa, qirg'iz bo'lib, o'zbek bo'lib jo'g'ol deyman. Agar yaxshi bo'lsa, o'zbek bo'lib, qirg'iz bo'lib, men akamsin, inimsin deyman. Keberki odamlar aytadi-da, "Malades, o'zbek bilan qirg'iz shunday jarishib kulishib jursin" deydi. Bu O'zbekistondan kelib, anan turizmni o'ldirib o'tibdir deb qoladi. Kommentariyani o'qisangiz, bu tela aytadi-da, O'zbekistondan kelib, bizda yurayotadi Qirg'izistonda, verten borib satadi. O'zbekiston prezidentining bolasi dedi, boshqa dedi. O'zi Qirg'iziston Respublikasi O'sh oblasti Noqat rayonida ayilda cho'ng'ayganmiz. Bu cho'ta bir srazu bo'lib ketdi, bir akasi bor degan o'y keladi-da. Bunda qalpaylar o'zincha odam millat var, kalbasaga ham maqshavuz yo'q degan so'zlar bo'lgan-ku. Shunda shunday narsa bo'lgan. Buborniy bo'lib qoldi. O'shul yerda. Navoiy parkda skameykalarda yashab yurganman. 1 yil bo'lgan yo'q hal narsaga. 1 sekundda Xudoy beradi, men mag'a ham shunday bo'ldi. Xudoy berdi, biroq 10 yil qiynaldim bu. Diniy savodlig'ingizda kuchli o'xshaydi. 12 yoshimda hofiz Qur'on bo'lganman, anan 17 yoshimda molda bo'lganman. Blogingning nima foydasi bor negizi? Prosta o'ziniz qiziqqan narsani jo'nayla video qilib tortish kerak bo'ldi deb o'ylayman. Men o'shunday qilaman. Jemishtu bo'lib turgan tarmoq bu turizm. Qanday meni mamlakatimni boshqa mamlakatdagi qo'noqqa kelgan odam mayli jomon bo'lsin, mayli o'ta nochor bo'lsin, biroq suylavasdan chiqib ketsin deyman-da. Reytingingizni olib ko'raylik. Qirg'izistonda top 5 lokatsiya deylik-chi, siz uchun. Adashavsizda 5000 ta lokatsiya ham aytib beraman degizi. Qirg'izistonning minuslarini aytish men uchun qaysi jaqdandir bir gunohga o'xshaydi. Qirg'izistonni maksimal turda jo'g'or ko'tarishga harakat qilaman, jamonni jashirishga harakat qilaman. Assalomu alaykum, salomat bizning ataluvchilar, jana ko'ruvchilar. Bo'lmasa bizda qo'noqda Hoji Muhammad Isaqov bir tog'amiz. Bu bir tog'amizni blog orqali taniymiz, el balasi deb. Anan ko'pchilik Qirg'izistonning turizm bo'yicha O'rta Osiyoga tanitib yurgan bir tog'amiz. Anan biz O'shga kelib qolgan ekanmiz, satayim. Anan shunday bir необычный lokatsiyada sizlarga suluv kartinka bilan podkast. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, hurmatli tug'anlar, hurmatli har bir qirg'izistonlik bizni qo'llayotgan, o'shuncha har doim bizga bir yaxshi shunday yaxshi narsalar chiqarishimizga yordam berayotgan. Negizini aytganda o'zi alarda ham salimi ko'p-da, sebab deganlarda bizga motivatsiya berib, like bosadi, anan podдержка qiladi, yaxshi kommentariya yozsa, siz bilan bizga motivatsiya yaxshi bo'ladi, anan o'zimizning ishimizga bir o'zgacha bir emotsiya bilan, motivatsiya bilan bo'ladi. O'shalarga boshlanishiga cho'ng rozilik bildiramiz. El bor, anan biz bor deydi-ku. Shunday. Sizni ham albatta bari ko'pchilik Instagramdan taniydi, anan tanımaganlardagi qaysi desa prezident kelganda suylab, anan keyin o'zingizga ko'ngil burib qoldingiz. Endi turizm deb qoldik. Turizmdan murda hal yerga kelamiz. Siz turali ma'lumot bilsak, siz o'zi qirg'izchani yaxshilab so'zlayotgansiz. Anan ko'pchilik uni o'qib qolamda, bu O'zbekistondan kelib, anan turizmni o'ldirib o'tibdir deb qoladi. Qayerdan qo'lungiz, qayerdan to'rilgan o'sgansiz? Men siz aytganda shu kungacha sekret qilganman, bitta ikkita videolarimni aytib o'tib ketganman. O'zi Qirg'iziston Respublikasi O'sh oblasti Noqat rayonida ayilda cho'ng'ayganmiz. Dag'i bir yo'l aytam, o'zi otam, biz o'zi qarapayim xalqmiz. Otam temirchilik bilan alishtashadi, pichoq chaqtaydi, qurishadi, anan jasaydi. Men da o'shunday qilganman kezinda. Biroq bir 10 yildan beri ushul tarmoqqa qiziqib olmaldi. Turizmga. Yo'q, blogerlikka. Turizmga, hozir siz aytgandek kelamiz al temaga. Blogerlikka qiziqib, har qanday blogerlarda ko'rib, har mamlakatlarga chiqib kelib qilganmiz. O'zi Noqatda cho'ng'ayganman. Anan keyinchalik ushul tarmoqqa qiziqib, har mamlakatga borib yuranishga harakat qilganmiz. Biroq O'zbekistonda ushul blogerlik tarmog'ini yurangani borganmiz. Biroq kelgan ma'lumda bu tema qayerdan chiqib ketdi? O'zi negizini bilasizmi? Yo'qsa shuni bilaylik-da. Odamlar tur emas tushunib qolgan-da. Men birinchi kelgan ma'lumda Jenishbek Shermatov bor edi, eksmer. O'shul odam ham Xudoy rozi bo'lsin, ko'p podдержка qilgan odam. O'shul odamda men aytganman. Jenishbek Shermatov, men O'zbekistondan blogerlik tarmog'ini yuranib keldim. Mendan qanday yordam? Men auditoriyam bor. U olmali 60-70 ming TL blogerman deganimda, "Sen O'zbekistondan keldingmi?" degan.
Almalyda merde işi köp bolgan, patur-putur menen bolup turib, "Boldy, biz menen işleşesin" degen oşol videony kesilip turib Özbekistandan degen jeri bolup kalgan. Oşol sebepden adamlar oşol videoda görüp bar birinchi esde kalat-ku. Значит, бул Özbekistandan kelgen bola dep turib oşol menen har kanday sözler boldu. "Nol degan sözler boldu. Bul bir kun atıp ketet" dedi. Kommentariyani okusanız but ele aytat-da Özbekistandan kelip erten bizde üýrenip atat Kırgızstanda. Üýrenip erten barıp satat. Birdeki dagı ortada bir sözler çıkıp ketdi. Özbekistan'dan prezidentin balasy dedi, başka dedi. Nege андай сөздөр мындай шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт го. Неге андай сөздөр чыгат? Prezidentin balası degenigеби? Ben maşina alıp ortada üy aldım, başka kıldım. Men blogger adam özün yaşasın azmaz körsetet go. Oşonda bunda akça bir degen narsany bolup narkı jaktan akça kelip, bul jaktan kengire yaşabat degen oýlar boldy da. Bирок reklama bolat, başka bolat oşol jaktan. Эми акча жаңы нерсе алып атабыз, жашоо тиричиликке мындай комфортко керектүү нерселерди алып атабыз. Анан дайыма эле ушундай болуп келди беле, сиз өзүңүз башында айтып кеткендей, карапайым адамдардын баласы болсоңуз, анан албетте мен деле көрүүчү болсом, бул чото бир сразу болуп кетти, бирдекеси бар деген ой келет да. Анан мындай басып өткөн жолуңузду дагы айтып кетпейсизби? Haligi men murun bitamtasi intervyu berse, ушундай жашоосун айтса men aytam da. Siz dagы ушундай bolganmy? Мына калп эле өзүнчө адам ыйлатып алып, kalbasaga ham акчабыз жок деген сөздөр bolgan-у. Чындап ошондой нерсе bolgan. Мына Кудай көрүп турат. Men bul tarmoqqa kirganimda bizde bir uy bulodan misol uchun o'zgacha jashоодо, o'zgacha birdekani qiziqqan adam qiziqsa, misol uchun o'ylayman, misol uchun bir temirchini uyida, misol uchun oddiy. Meni otam ayoy yaxshi, adal odam-da. Molda otam misol uchun o'shanday odam ichidan bir bloger chiqsa, bir o'zgacha-da bu. Tem bo'li noqatdan narsa jo'q elata almaldi. O'zim video tortib, boshqa qilib, noqatda yurdim, o'shda yurdim, Toshkentda yurdim, Moskvada yurdim, Turkiyada yurdim, dag'i ko'p mamlakatlarda bo'ldim. Biroq qaysi mamlakatga borsam, har doim odamlar boshqa mamlakatlarga es olgani borsa, men har doim haligi qiynalgani borganman-da. Чындап. Ар бир кыргыздын максаты үйлүү болуу. Бирок үйдү кимден алуу керек? Бизден сунуш Баракат курулуш компаниясы. Баракат бат жана сапаттуу куруунун рекордсмени жана ар бир курулуштун акчасын максаттуу иштетүү. Ошондуктан батирлер өз мөөнөтүндө тапшырылат. Баракат берекелүү турак жай. Даже мына Өзбекстанда 4-5 жыл жүргөн болсам, hareket kıldım-da. Özbekistan'da bilesiz, bizge karaganda bloggerlik tarmog erteroq baştalgan. Oşol sebepten oşol jaqdagi özbek bir tugandar menen video kontent qilib, başa qilib, biroq qiyinchiliklar ayağı ko'p bo'lgan. Birdekani sizga qisqacha qilib aytib beram. Bundan 1,5 yil burun Andijonda yashayt edim. Andijonda bloggerlik qilat edim. 60 mingga yaqin auditoriyam bor. Andan даже reklama yo'q. Odamlar taniydi. Almalda boshqacha videolar qilaman, prosmotrlar yaxshi ela, biroq reklama berib aytdi. Aqcham yo'q. Cho'ntagimda даже 1-200 so'm ham aqcham yo'q bo'lib, har kuni kechinda shunday malda poyezdlar bo'ladi, ko'mir tashiy turgan, je bo'lsam avtobuslarda bekatlarida kechinda o'shul yerda yashaganman. Misol uchun 2 oy, 3 oygacha yashab, baklashka bor-ku, 5 litrli baklashkani boshimga qo'yib, qishda emas, qish chiqayotgan malda sovuqda yashaganman. O'shul kunlarda chindab 2 kun, 3 kun ishda kechirib edim. Chindab. Je bul jaqinqi эле tarixmi? Qancha yil? Jaqin 1,5 yil bo'lgan yo'q al narsaga. Bunda aytdim-u, o'zbeklarda bir maqol bor. Boya siz bilan suylashayotganda o'sha narsani aytib berdim. O'zga davlatda, boshqa davlatda shoh bo'lguncha o'zingni davlatingda gadoy bo'l degan narsa borkan, biroq maga gadoyli shohdan yaxshiroq ekan. Misol uchun gadoyli maga shoh bo'ldi-da hozir Qirg'izistonda. Mana chindig'i ila, mana 1 yil burun, 1 yil bo'ldi kelganimga, Qirg'izistonga kelganimga, 1 yil burun kelib Novoy park bor-ku. Novoy parkda o'sha yerda bir ofis bor edi, bir komnatalik. Bir 3 odam, 4 odam botat, bolalar video montaj qilishadi. Bir do'stim bor edi, otini aytib qo'yayin. O'shul yerda men yashaganman-da 3 oygacha. Hozir to'la tushib ketdi, hozir muborniy bo'lib qoldi. O'shul yerda. Novoy parkda skameykalarda yashab yurganman. 1 yil bo'lgan yo'q al narsaga. 1 yil bo'lgan yo'q. Biroq Xudoy beram desa 1 sekundda beradi ekan. Aytadi-ku, jigitdin omati bilan o'ynashibdi.
Ova, o'tganda bir video qo'yib chiqdim. Buyursa dedi 2027 yil nima olam dedi. Rolls Royce olam dedim. $500,000, $600,000 bo'lsa buyursa olam dedim. Kommentariyaga har qanday so'zlar yozib bo'la turardi. Men Xudoga ishonamda. Dunyo unda bir arab tilida nima bor? Kun fayakun deydi-ku. Xudoy bo'l desa bo'ladi. Bu narsaga men ishonaman. Xudoyim 1 sekundda beradi. Unda denadan tirnoq chiqargan, boshimdan chachib chiqargan Xudoyda, turadi. Xudoyim bo'l, ushul bolaga ber desa sekundda berib qo'yadi. Bu narsaga ishonaman. Ana uchun sezim, Xudoyga ishonch ayava kuchli bo'lishi kerak. Men $500,000, $600,000 qanchada tovam. Yo'q, Xudoy beram desa, men o'shunday o'ylayman-da. Misol uchun 1 sekundda Xudoy beradi. Menga ham o'shunday bo'ldi-da. Xudoy berdi, biroq 10 yil qiynaldim u. O'zimni tarmog'imdan boshqa ish qilgan emasman. Men hozir taksistlik qilganimda o'shani bilaman. Temirchilikdan otam qo'lda ishlaganim uchun bilaman, biroq blogerlikdan boshqa tarmoqni bilmayman. Men o'shunday video qilishni bilaman, suylashni bilaman, video kamera tortishni bilaman, biroq o'shundan eng yaxshi tovatam. 10 yil oshiq misol uchun qiyinchilik bo'ldi, siz aytgandek ko'chada qolib ketdim. Uje aqchang bo'lsa odam qatoridan chiqib qolasan ekan-da. Daje meni o'zimni bir tug'an nemi qapa bo'lsam, men nemi ochiq suylash kerak bo'lsa aytaveram. O'zimda tug'an urug'lar bo'ladi-ku. Otamga aytadi. Jaqinlar. Jaqinlar. Bolangga aytmaysan, erkak qilib turgan ishni qilmaydi. Normalniy ish qilsa bo'lmaymi? degan so'zlar. Blogerlikni yoqtirmaydi. Ova, blogerlikni yoqtirmaydi. Men o'zim qulog'imgacha eshitganman. Daji men tug'an urug'larimni kelib turib, hali Hoji Muhammad O'zbekistonda yurgan bola sen tug'aning bo'lav desa, Kemal tanimayman degan uqqanman, seryozni. Bugun siymiqtana o'sha tug'anlaringiz. Конечно, qanday siymiqdan baytdi, o'zlari maqtashadi, qilib qo'yib. Yo'q, o'shunday narsa bo'lgan. Anday ko'p bo'lgan. Siz bul жаққа мындай менетти айтып кетип атпайсызбы? Ал ар бир нерсенин менети бар депчи. Менеттин бирок экинчи көрүнбөгөн жагы бар. Бул таваккул. Өзүңүз айтып кеткендей таваккул. Анан мен карап турсам, арабчаны да жакшы билет экенсиз. Диний сабаттуулугуңуз дагы күчтүү окшойт. Жараша, alhamdulillah, o'zimizga jarasha. Эми кезинде медреседе ham dars berganman. O'zim 12 yoshimda otamga cho'ng rahmat aytaman. Qur'on jattab Andijonda, O'zbekiston Respublikasida, undan sirtqari Qirg'izistonda ham ko'p joylarda Qur'ondan jattaganman. 12 yoshimda hofiz Qur'on bo'lganman. Anan 17 yoshimda molda bo'lganman. O'sha medresada bitib, polniy tafsir bo'lib, undan sirtqari hozir nikoh ilmi, taloq ilmi, bay ilmi, savdo ilmi, misol uchun aytganda diniy o'shol o'qishlarda Allohga shukr o'qib bitganman. Siz bunday жаш болсоңуз дагы тарыхыңыз аябай кенен, бай экен. Жаш болсоңуз демекчи, жашыңыз канчада? 30 тегерегинде. Sizga o'zingizga adden aytaman deb. Кызык болду анда. Комментарийге жазып кеткиле. Канча деп ойлойсуңар? 40 deyapsiz. Анан эми биз акырындык менен мага блогерлик да кызык да. Мисалы үчүн көпчүлүк айта берет го. Сиз айткандай эле түшүнүктүү жашайт көбү. Көбү чыккысы келет, көбү айткысы келет. Бирок блогерствону мындай кандайдыр бир табу катары көрүшөт. Бирок бүгүнкү замандын талабы ушу блогинг болуп атпайбы? Мисалы. Буга мисалы көбүнө мындай шык берип кетсек да, бизди көрүп аткан бир туугандар бар. Балким биринчи кадам жасай албай аткан бул бүгүнкү күндө эркекке кыйыныраак экен да. Аял кишилер сразу кирип аралашып кетет экен. Аларга эчтеке мындай тоскоол деле жок экен. Эркек биринчи кадам ташташы кыйын, эл эмне дейт деген. Анан эл баласы катары. Элге кеңеш айтып кетсеңиз. Жаңы блогерлик баштайт экен. Блогерлик баштап аткандар, анан блогингдин эмне пайдасы бар негизи? Эми кызыкпаган адамга сүнүш бербейм негизи. Өзүңүз ham бул теманы жакшы билесиз. Мен атам misol uchun 20 yil temirchilikka qiziqtirdi, biroq bloger bo'lib chiqdim-da. Shunday ekan-da. Qiziqmagan. Birinchi o'chirda bu temaga siz aytgandek tavakkallik, Xudoga tavakkallik. Bunday narsa bor, din jaqdan deganingiz uchun o'sha narsani keltirib o'tib ketish kerak. Odamda ikkita narsa bo'lish kerak deydi. Birinchisi qo'rqish, ikkinchisi umid. Qo'rqish ne kerak desa, Xudodan, jahannam, do'zaxdan qo'rqish, jannatga umid qilish. To'g'ri? Endi bittasi bo'lsa bo'lmaydi-da. Xudodan qo'rqish kerak. O'shaga orqasidan sirazi Xudoda misol uchun beshidan umid qilish kerak.
Xuddi ошондой umid degan narsa, harakat degan narsa. Мм. Men blogerlikka эми кызык экен адамдарга, эми биздин кичине аудиториябыз болсо дагы эми ушул нарсага эми жетишип келекен катары айтам. Азыр эмне десе болот? Мен бир күнү эми апам айтат да, эми бирөө менен сүйлөшүп атам, телефонда реклама кылып берейин деп атат. Хорошо деп, канча деди. Эми аз маз кымбат кылам да өзү негизи. 30 миңден болот аке рекламам. Майлы десем, аке жаңы ачып атабыз деди. Аке көңүлдөн чыккан бере берейин, майлы бизден поддержка болсун, эл баласы катары десем, 15 миң берейин деди. Болду аке, маселе жок. Жакшы болуп кетсе бересиз дедим. Дагы кошуп бересиз. Мен карыз эмессиз десем, болду уке деди. Ошол жерин айтып коеюн. Ортада 2-3 айдан кийин нормальный болуп кетти. Дагы бир күн чакырды. 30 миңге реклама берди, 5 миң кошуп берди дагы ошол адам. Мм. Ошол адам кошуп берди. От души деген. Ошондо апам айтат да, канча реклама деди. Канча сом табасың деди. Апам айтат да. Жок аз эле десем, азыр 15 миңге канча саат иш кыласың деди. Болсо 10 миң, 15 миңди бүтөм десем, кандай биз сенден зериккен адамбыз деп атат да. Типа эми апа менен тамаша катары айтат го. Биз сенден зериккен адамбыз, кандай сага 15 миң, 20 миң учукпай беришет адамдар деп атат да. Типа түшүнөсүзбү? Али өзүнүн аккан, алдыңан аккан сууда кадыры жок дейт го. Ооба. Ошондой эле да. Мен ошого мына блогер болом деген адамдарга бир советим ушул не? Мисалы үчүн азыркы моментте өзүңүз көрүп атасыз, профессиональный тартылган видеолорго адамдардын кызыгышы анчалык болуп атат да. Жөнөкөйлүк. Азыр сиз менен биз 3 күн мурун телефонлашып, мисалы үчүн, эл баласы же Канат аке, кандай сценарий кылабыз, кандай болот, мындай десек, мисалы үчүн, уюштурулган болуп калат да. Ооба. Сиз менен Эмоция жок. биринчи көрдүк, азыр эч кандай бир идеям кылбадык, башка кылбадык, отурдук, кеңири от души сүйлөшүп атабыз. Ошол нарса адамдарга жагат да. Мен айтмакчы болгон нерсем эмне бул жерде? Адамдарга профессиональный бирдекени жасап өзүнүчө керек эмес. Чындыкты өзүнүз эмне кайсы сферага кызыкасыз? Кээ бирки адам машина сферасына кызыкат, кээ бирки адам мал базарга кызыкат, кээ бирки адам мисалы үчүн бирдекеге кызыкат да. Эмнеге кызыкса, ошол тармакта просто адамдар уже кечке чейин иштейт, чарчайт, проблема болот, башка болобу? Кечинде келгенден кийин адамдар көрүп бир жакшы нарсаны көрүш керек да. Да көрүп, кадимгидей кыйналыш керек эмес. Ал нарсаны мисалы үчүн кээ бирки роликтарды көрөсүзбү? Аны реклама же ролик экенин түшүнүп кыйналып кетесиз да. 5-6 жолу кайта көрөсүз, профессиональный күчтүү үйдөн. Ал Европага мас да. Биз ham ошол деңгээлге чыгабыз. Бирок азыр биз жөнөкөй карапайым калк үчүн карапайым тартыш керек да. Адамдар баардыгы iPhone колдонбойт да. Redmi колдона тургандар үчүн, ошолар үчүн бир даже видеоду көрө албаса ham, бирок сиз сөзүнүздү угуп, ошол бир маалымат алыш керек ошол темада. Же болбосо бир эмне десе болот, бир жакшы бир нарса алыш керек да. Ошол жактан блогерлер үчүн айта турган, жаңы блогерлер үчүн айта турган бирден бир сөзүм, өзүнүздөн бирдекени жасабастан, просто өзүнүз кызыккан нарсаны жөн эле видео кылып тартыш керек болду деп ойлойм. Мен ошондой кылам. Бир күндө мен 10 та видео киргизем, билесиз да буну. Мен профессиональный оператор менен иштебейм. 16 жаштагы бала менен иштейм. Даже видео тартышты билбейт мисалы үчүн. Видео кылам. Видео тартыш профессиональный эмес, силерге керек профессиональный. Бул сыртта болуп экен нарса интерес болуш керек. Ошол. Мен ушундой деп билем. Мындай кызыктуу нерсе бар да. Мисалы, биздин бир байкебиз бар. Ал курулуш тармагында аябай сизге окшоп эле, көпчүлүккө окшоп, ошол маалдын адамдарына окшоп, көп тепкичти басып өткөн, кыйналган. Анан ошол 15-20 жыл басып өткөн да баягы жолдучу. Анан айтат да, кызык нерсе дейт да. Мен ушул медиага жок экенмин, мен бир аз убакыт өтүп кетти. А мен иним дейт. Мен 15 жыл басып өткөн жолду 1 жылда басып өтүп койдум медианын жардамы менен. Туура. Бул туурабы? Туура. Медиа көп нарсаны азыр хал кылтат да. Медиа мисалы үчүн азыр эмне нарса болуп калды да. Адамдар мисалы үчүн бизнес кылып экен акаңыз айтасыз го мисалы. Азыр 15 жыл аракет кылып өзүнүн тегерегиндейин адамы чогуу атат да. Мисалы үчүн бирдеке сатам десе, бирок медиа менен бүтүн башка Кыргызстан боюнча же Өзбекстан, Орто Азия боюнча эптеп алса болот да. Масштаб. Масштаб чоң нарса. Бу жерде бирдекени алиги мисалы үчүн бир оптимчилер болот го. Оптимчилер өзү негизи эмнеге оптим жакшы пайда кылат? Битте эмес, бир 1000 та саткарлык үчүн 1 сомдон болсо эми ушунча болуп кетет да. Типа ошондой. Медианы азыркы моментте немасы өтө күчтүү. Макул. Эми блогингдин дагы айрыкча Кыргызстанда акыркы учурлары мындай өтө жемиштүү боло турган тармак бул туризм.
Turizm tarmagын эмнеге тандап алдыңыз? Xo'p, o'zi bu o'ta qiziq narsa bo'lgan. Ushul jeriga men bizdekani aytam. O'zbekistonda jurgan ma'limda bir bloger bola bor. Avvalani ko'pchilik taniydi, biroq kim ekanini aytmayman. O'shul bola aytgan, men Qirg'izistonga o'tsam, Qirg'iziston dag'iylo eski Qirg'iziston, SSR ma'ldagi dedi-da maga. Men Qirg'izistonlikman, Qirg'iziston yuragimda. Men jinim kelib ketdi-da. Qandaylar sen jin emassinmi deyaptim. Qanday sen boshqa andan sirt qarali bir bloger Bishkekka kelib samolyot bunday ekan deb Virjin suyladi. Bildingizmi? Sıylık berýän çykyryp. Вот именно. O'shol videolarni ko'rdim. Anan men Qirg'izistonga keldim. Kelsam o'zgarishlar o'zgarib ketgan. Men 4 yilda keldim-da. Men ketayotgan ma'lda Qirg'iziston boshqa, kelganimda Qirg'iziston boshqa-da. Ушул жерде айтып кетем да, мен ошол балага тарынган деле жокмун да. Бул факт, бирок биз өзүбүздү мындай суроо беришибиз керек да. Неге ошо чындап эле свет жок? Неге өнүкпөйбүз деген нерсе бар да. Эми андасам мен мен siyosatga aralashmaydi. Men o'sholarni ko'rib, men kelib aytdim-da, ko'ryotam, asfalt bo'ladi, boshqa bo'ladi, yaxshi bir yo'llar, snoslar bo'lib, misol uchun snos bo'lganda ham ko'pchilik jama ko'rdi-da, men video qilib chiqarsam, sen ne snos qilib yordam berasan ularga, misol uchun yo'q, men boshqa jag'ini ham qarash kerak-da. Ko'chaga chiqib olgan odamlar Kirgizda. Masala yo'q, al temaga kirmaylar qo'ying, biroq siz turizm nega tanladingiz deysiz-ku? Men tanlagan emasman. Jashuv meni o'sha narsaga majbur qildi-da. Men o'zim na prinsip sizga foyda keltirayotganda, men na prinsip aytdim. Men qanday men mamlakatdami, boshqa mamlakatdagi qo'noqqa kelgan odam, mayli jomon bo'lsin, mayli o'ta nochor bo'lsin, biroq suylavasdan chiqib ketsin deyim-da. Bordi, suyladi, har qanday so'zlar dag'iyla o'shol qayoqdagi SSR boshqa deganni men yuragimga qattiq tegib ketdi-da. Men Qirg'izistonda yashaganimni, meni opam-da misol, otam bilan otam ekenim Qirg'iziston bo'lsa misol uchun, tipa men o'zim otam bilan opamni suylaganday bo'ldi. Ana kelsam o'zgarishlar sho'ng ekan, men aytdim, senlarga ko'rsataman dedim. Men bir yo'l Qirg'iziston joyini jomon suylagan emasman-da. Sepi alar ko'rsin videoyimni, Qirg'iziston o'nikib ketganini ko'rsin dedim. Alar kelgan. Kelib aytadi, chinda Qirg'iziston o'zgarib ketdi dedi-da. Menda o'shunday na prinsip bo'lgan, anan kelib men video tortib ketganman. Aman odamlarni maga bo'lgan yaxshi fikrlari, qirg'iz elimi misol uchun Qirg'izistonda har bir janan qirg'iz bo'lo, o'zbek bo'lo meni ayoy qo'llab, yaxshi narsa chiqarganimga davay Rossiyada ko'rayotganlar bo'ldi, Qirg'izistonda o'zgarishlarini ko'rayotgan odamlar bo'ldi. Tipa o'zi Qirg'izistonda bo'lganday qilib berdim-da maksimal turda. Qirg'izistonda o'shtim nerda o'zgaryapti degan narsalarni tipa serial qatori ko'rishadigan bo'lib qoldi. Odamlar jazat, ukam deydi, turk seriallardan o'tib ketdasin deydi. Turk seriallardan. Biz seni o'shunda ko'ryapmiz deydi. Meni kontentim qiyin emas-da, biz yerga boram, shuna video tortam qo'yam. Hech taga qo'yishim shart emas. Samimiy bo'lganda shu yerda toza chiqarib bersam bo'ldi. Men o'shunday tipa o'chashganman, biroq o'chashganim o'zim uchun dag'i, mekanimni suyishimga dag'i bir qo'shimcha bo'ldi. Bu narsaga hech qachon xafa bo'lmayman deb bo'lsam. Эми сиздин өзүңүздүн рейтингиңизди алып көрөлү. Кыргызстанда бүгүнкү күндө бизди көрүп аткан көрөрмандар Кыргызстандын ичинде жүрүп ички туризмди өнүктүрүшүбүз керек го биринчи очередь. Ошол 5 топ 5 локация дейличи сиз үчүн. Кыргызстанда эң сонун жерлери өткөндө видео кылдым, бирок ал монтаж бүткөн жок ал нарсаны. Мен Кыргызстанда мисалы үчүн 1 жылдан бери барбаган жерим калат-да, почти ko'p yerga bordim. 60% yerga bordim deydik. Примерно misol uchun. Ko'p yerlarni paka video qilib emi qo'yyotam, sekin-sekin. Negizini aytganda tushliq joqda aytaverayin. Misol uchun Bishkek joqda Issiqko'l bor, boshqa bor. Al joqqa paka 60% deganim sebab al joqqa to'liq Issiqko'lga bordim-da. O'shol joqdan men bu joqda aytdim. Tushliqda misol uchun 5 ta lokatsiya desam o'zi negizi siz bilan biz adashabizda. 5000 ta lokatsiya ham aytib beraman negizi. Biroq 5 ta desangiz, men 5 ta aytib beray. Birinchi o'ringa misol uchun mayli qarashu Issiqko'lni qo'yaylik. Qirg'iziston bo'yicha-da Issiqko'l. Birinchi o'ringa, top birinchi o'ringa Issiqko'l bo'lsa, ikkinchi o'ringa avtomatik yo'lda Qoraqo'y keladi deb o'ylayman. Noqatda Qoraqo'y. Nesi bilan? Noqatda Qoraqo'yda misol uchun hozir ne desa bo'ladi? Birinchi o'rinda O'zbekiston o'zi, endi boshqa joqdan tortish kerak-ku. O'zbekistonliklar ko'proq nima deydi, tog'li yerlarni yaxshi ko'radi, priroda yerlarni yaxshi ko'radi.
Ot Өзүңдө minishni жок жақсы нерсени көрөт. көргүң Ot келет да. siz менен биз Toshkentga borabыз-у, misol uchun. Ha. Toshkentga borabız, qozon osh jegani borabız, tipa alar jeyishpaydi даже, bilmayman. Bizda meni o'yimcha alardan 80% qirg'izistonliklar jesa kerak deydi. Magic Cityga borabız, Toshkent Cityga borabız, misol uchun-da. Samarqandga borabız, Buxoroga borabız-u. Alarga dag'i misol uchun qirg'izistonliklarni qayeri jog'at desa, Qirg'izistonda prirodasi jog'at, to'g'ri yerlari jog'atda. Qoraqo'yda ne jeri ustun jeri bor desa, Qoraqo'yda kichkina emasda tog'. Qoraqo'yda cho'ngda, уже kirib ketishdan Qoraqo'yga kirib ketayotgan ma'nozdan уже qandaydir atmosfera sizni tortadi-da. Qoraqo'yda cho'ng bir nimasi, lokatsiyasi cho'ngdi. Aljerda. Andan sirtqari hozirgi ma'lda meni o'yimcha Qoraqo'yda Issiqko'ldan keyingi o'rinda turganligi uchun aytam, Qoraqo'ydagi komfort es ola turgan yerlar, tipa borib jota turgan kottejlar o'tib ketdi ko'p yerda. O'sha sebab ham bor. Odam es olgani borgan odam to'lka to'g'da yurmaydi-da. Kelib dush qilish kerak, konditsioner bo'lish kerak, televizor bo'lish kerak, Wi-Fi bo'lish kerak. O'shaga hozir Qoraqo'y o'sha sebabdan 2-o'ringa qo'yiladi. Men uchun ochilish. Ova. 3-chi. 3-chi energiyani yaxshi ko'ra turgan odamlar ko'pchilik bilib mag'ajoqqan Arslonbob bo'ldi. Sharshara bor-ku, cho'ng sharshara. Al chindab energiyaga boy odamlar bo'lsa, men o'tganda chiqib ko'rdim. Почти 7 soat umrim o'shal joqqa chiqib tushish bilan o'tdi. O'shal joqdagi atmosferani, sharsharani eng biyiga chiqdim. Qancha 2000 kilometr dedimi? Biyikligini. O'shunday ekan. Chiqib atmosferani shunda tog'da o'rtasi ekanda. Buljaq ham bir o'zgacha tog' qor tog' ko'rinadigan. Buljaq polniy shahar, tog'lar, Arslonbobni bilasizmi? Jang'oq ko'pda. O'shal yerimda toqqa chiqqaningizdan keyin o'shal yerdagi tipa bir men poshshoman deylasizda o'shal yerdagi. O'shal yerda dag'i bir guvoh bo'lasiz. Xudoy o'shunda Qirg'iziston qo'zligini yaratganini o'zgacha ko'rasizda. Bu 3-o'ringa o'sha Arslonbob, 4-o'ringa mana hozir yaqinda borib keldim, Tulpor ko'li bor ekan, Alayda. Tulpor ko'liga borgansizmi? Men uqqanda emas, chin aytaymi? Men siz men sizdan ko'p yerda bilaman ekan-a. Tulpor ko'li bor ekan, Cho'ng'alayda. Afg'onistonga bu yoqqa, Tojikistonga bu yoqqa, Xitoyga bu yoqqa, Tojikistonga bu yoqqa ketar ekan. O'shunday ekan. Cho'ng'alayga kirib ketasiz ekan. Men o'yimcha o'sha yerdan 7 soatda, 8 soatda bordim. Tulpor ko'li bor ekan. Qadimgida endi buyukdan ko'rganda bir neobishniy ko'l ekan. Qo'rtog'da janda ekan, ayavay turistlar ko'p ekan. Aljerdagi atmosfera, internet yo'q, hech narsa yo'q misol uchun. Mashina borami? Mashina boradi. Keyingi mashinangizda boraverasiz. Biroq o'shal yerga tipa men o'shal yerda qanday desam bo'ladi? Bilmayman. Menga ayavay jaqda prirodasi ham bir o'shal malda O'shda Bishkekda 45-50 gradus sovuq bo'layotgan, issiq bo'layotgan malda kurtkada yurdik. Kurtkada yurdik. Qadimgidek qishda qorda ko'rib turdim men. Shunda qor turib. Tulpor ko'lini bir sehrli ko'l desam bo'ladi-da. Aljerda chinda bir o'zgacha bir Pamir qirg'izlar bor-ku, o'shal joqda ekanda. O'shal joqda ekan. Tipa Aljerda men Pamir Tulpor ko'lini bir sehrli orol deb kashf qildim o'zim uchun. Endi bir so'zim bilan aytib berish chinda aytganda o'ng'ay emas hal narsani. O'shal. Men 5-chisiga ham Murdash shahrini bilasizlar Alayda. Ani bilaman. Uchchat degan nimalar bor ekan, esola turgan yer. Prям to'g'da kesilganga o'xshar ekan, o'rtasi keta turgan. Ayavay qo'z. Men aytdim aka, ertamangacha men shunda aytib beraveraman. Sababi men ko'ryapman, bilyapman. Ne uchun men shahardan qochyapman? Sababi men mo'jizalarga guvoh bo'ldim o'shal yerda. O'shal yerda mo'jizalarni ko'rib tan qoldim. Qirg'izistonda 5000, 500,000 desam adashamda. Qirg'izistonliklar es olishda bilmaydi deb o'ylagan ekanman, biroq o'zi har bir yashagan yerda bir o'zi o'zgacha emotsiya, bir o'sha sebabdan bilmayman, o'sha joqlarda yashashni yaxshi ko'radigan-da, shunday. Бұл эми жакшы жактарын айтып кеттик, бирок ар бир нерсенин эки тарабы болот эмеспи? Анан биз көпчүлүк туризм жаатында сервиске маани бербей калган учурларыбыз болот. Бул жаратылыш кооз бул Алладан. Аны туура пайдаланып, зыян да келтирбей, анан кийин туристтерге дагы мына жакшы жагын ачып бериш үчүн бул сервис кылышыбыз керек да көрөп. Анан ушуга окшогон эмнебизди дагы көтөрүш керек деген бир 5 нерсени айтып кетсеңиз. Birinchi eng problemali narsani aytaymi? Misol uchun siz O'zbekistonga kela turgan bo'lsangiz, mayli bir kunga kirsangiz, agarda O'zbekistonga bir ish bilan bir kun kirsangiz bilinmaydi.
Je 2 kun 3 kun kirsangiz bilinmaydi. Misol uchun bir jumaga kiram desangiz O'zbekistonga. Gastnitsaga borasiz. O'shul jetgan gastnitsada yashayotgan yerinizda registratsiya qilib beradi-da. Bizda Qirg'izistonda yo'q hal narsa. To'g'ri? Yo'q. To'lka faqat kirdi chiqdi qilishingiz kerak. O'shul jag'i bor. Men ko'p turistlar bilan suylashsam, bir kisi alayda bo'lib qolsa, bir Qirg'izistonning o'rtasida bu yoqqa borsa ham olis, bu yoqqa borsa ham olis bo'la turgan joylar bo'ladi-ku. O'shular Qirg'iziston borib kelish problema-da uchun. 3 soat, 4 soat vaqt ketadi, aqchasi ketadi, boshqa bo'ladi, kirdi chiqdi qilish kerak, o'chir bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bir yo'li kelgan odam, chegaradan o'tgan odam, ikkinchi yo'li misol uchun o'chir ko'p bo'ladi, bo'lmasa chegaram nerda bo'lsa ham, misol uchun O'zbekiston O'shmin Andijon yaqin-ku, 40 minutlik yo'l. Biroq bizga olis ko'rinadi-da, sebebi chegara borligi uchun. Chegarani nimasi haybatim deydi. Suri bor-da. O'sha sebepdan bo'lsam, shunda o'tasiz, 10 minut o'tasiz hozir. 40 minut Andijonda bo'lasiz-da. Biroq Andijon bizga olisga o'xshaydi-da. Deb o'shunday narsa Qirg'izistonda hozirgi momentda kecha o'ziniz jangliqlarda ko'rdingiz. Qirg'iziston Respublikasining prezidenti bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Qirg'izistonda va O'zbekistonda 15 kungacha bez viza yurishga qo'l qo'yishdi. Oktyabrda mezon kuchga kiradi dedi. O'shunday deb uqdim men. To'shni ma'lumotni bilmayman, taq ma'lumot. Keyingi sezonga. O'shunday deb uqdim men. Biroq degan yeri bor, baribir viza kerak deb o'ylayman bu narsani. Sebebi men turistlarning ko'p nimasini suylashsam o'shunday deyishadi-da. Bizga misol uchun mayli хорошо, biz o'shga boraylik, Bishkekka boraylik, ma'qul aqcha o'zi boraylik, o'shol desalayotgan yerimizda biznes uchun boramiz, boshqa ishimiz cho'zilib qolsa, обязательно chegaraga borib kelishimiz kerak. O'zini chegaradan o'tgandan keyin odam ish chiqib qoladi, O'zbekiston ketib qoladi-da. Уже biz klient qochirib o'tamiz-da, tipa. Men o'yimcha. Bu taq o'zimman, nimam. Men norozilik bildirgan yo'qman. Siz prosta so'raganingiz uchun aytaman bu narsani. To'g'ri, bu narsani unuttirishimiz kerak-da. Siz aytmasangiz kim aytadi? O'shaga meni misol uchun Qirg'iziston Respublikasining prezidenti agarda biz videomizni ko'rsa, o'zi negizi men yaxshi yil taniydi o'zi. Men o'shul narsani, balkim o'shul ishni hozir qilishayotgandir. Biroq mendan, turistlarni olib kelayotgan qatori har bir gastnitsalarga, mamlakat o'shalarga misol uchun O'zbekiston Respublikasi boshqa mamlakatdan kelganlar uchun, yashaganligi uchun har kuniga registratsiya qilib bersa, chegaraga borib kelishga hojat bo'lmaydi deb o'ylayman. Men o'shunday deb o'ylayman. O'shol sebebi bor, o'shol jag'i bor. Men ko'p minuslarni aytib qo'yayin, ma'qul desangiz. O'shol, misol uchun mamlakat dengizda bo'la turgan narsa o'shol. Minuslarni aytsam, men qandaydir men uchun gunohga o'xshaydi-da. O'shunday narsa menda sezim o'shunday. Qirg'izistonning minuslarini aytish men uchun qaysi jihatdandir bir gunohga o'xshaydi. Sebebi men как будто хорошо, har bir mamlakatda o'ziga yarasha minuslari bo'ladi. Har bir mamlakatning misol uchun qayerdir kir, qayerdir toza bo'ladi, masala yo'q. Biroq men bir yer minuslarini aytib bera turgan bo'lsam, men qandaydir o'ziniz uy buloningizdagi problemani sirtqa chiqarganday bo'laman-da men uchun. Bu men Qirg'iziston meni tipa kimdir paxta qo'ytasin, mayli men aytam. Qirg'iziston uchun paxta qo'ysam paxtakor bo'layin. Mamlakatim o'nigish uchun men paxta qo'ysam ma'qul paxtaling deymizlar. Biroq kimdir yomon ko'rinishi kerak, misol uchun. Agarda yomon ko'rinish kerak bo'lgan odam men bo'lsam, rozimiz. Mamlakatim uchun. Qachongacha men o'shul yerga birdekani aytam. Bu yerda ulut ajratish yo'q menda. Qirg'iz deb bilaman, o'zbek deb bilaman. Bu jo'nayli ulut. Biroq bardig'iz bir musulmon, bir tog'amiz, bir odamdan jaralganmiz. Bir mekanda to'raldik. Bir mekanda to'raldik. O'zbekdagi, Qirg'izdagi agar yomon bo'lsa, Qirg'iz bo'lib, o'zbek bo'lib jo'g'ol deyman. Agar yaxshi bo'lsa, o'zbek bo'lib, Qirg'iz bo'lib, men akamsin, inimsin deyman. Biroq birdekani aytam, misol uchun Qirg'izistonda 80-90% Qirg'izistonda mehnat qila turgan 70% deylik, 60% deylik qirg'izlarda. Men o'sha yerda tanlam. O'zbeklardagi ishlash kerak mamlakat uchun. Qirg'iziston uchun ishlash kerak. Xolos. Biz misol uchun. Sebebi biz tayyor oshda yeyishni xohlamayman-da. Men mekanim uchun ishlashni xohlayman. Mendagi mamlakat ishlashni xohlayman. Mendagi mamlakatimni nomi, misol uchun men o'zbek bo'lib Qirg'iziston bo'lganim uchun emas, Qirg'izistonda jaralganim uchun, Qirg'izstonni Xudoy meni o'sha yerga jaratganligi uchun, yaxshi bo'lib, yomon bo'lib aytadi-ku, yaxshini uyda, yaxshini bir misol uchun o'sha yerga men unutib qoldim, biroq
aytadi-ku, misol uchun biz o'shunday hozirgi momentda menda o'shunday Qirg'izistonda yaxshisini oshiram. Kichkina misol uchun bunday chaynakni bu chaynak deb turib tipa maqtaysiz-ku, tipa menda ham o'shunday Qirg'izistonni maksimal turda jo'g'ori ko'tarishga harakat qilam, jamonni jashirishga harakat qilam. Meni vazifam o'shu. Meni o'zim uchun farz degan narsa o'shu. Men o'sha aytam, hurmatli o'zbek bir tug'anlar, meni tug'anlarim. Misol uchun biz qachongacha misol uchun Rossiyaga ketamiz, boshqa qilamiz, biroq kimdir ham misol uchun Qirg'izistonda Qirg'iziston uchun ishlash kerak. O'zbeklardan ham misol uchun mamlakat uchun patriot, misol uchun o'zbek bilan qirg'izda intimoq bo'lishiga sababkor bo'la turgan odamlar chiqishini men xohlayman, o'sha odam men bo'lishni xohlayman. O'shaga harakat qilaman har doim. Misol uchun ko'p hayplar qilamiz-da, biz har qanday jinnikati videolar qilamiz, boshqa qilamiz. Odamlar, normandaylar, video tortpaysizmi deydi. Biroq men suyunam o'sha narsadan. Ne uchun? Men urushib aytamu. Men bir ulut ajratib aytamu. Men jamon narsa olib chiqib aytam. Ha qilsam-dag'i, hayp qilsam-dag'i bir pozitiv o'zbek bilan qirg'iz, mana Umar degan bir jallod qiprashgan bor-da, hali duxinjasi deydi-ku. O'shol bolam bilan biz har doim haypda yuramiz-da. Chachim tegmasini ham olib chiqdi, boshqa bir odamlar, normalniy yashashni yuraysizlarmi deydi. Biroq biz o'shol videoni ko'rib, keyin odamlar aytadi-da, "Malades, o'zbek bilan qirg'iz shunday jarishib kulishib yursin" deydi. Shunday. Men sizga bir ekan qiziq ma'lumot aytib beraman. Aka, men gunoh ko'rib bo'lgan bir ishimni aytib beraman. Guvoh o'zim nima qilganim. Bir ko'rdingizmi, uylandim deb video qo'ydim. O'shani ko'rmay qoldim. Jamon hayp bo'ldi-da, million odam ko'rdi. Bir qirg'iz qizga deb turib, bir qirg'iz qizga uylandim deb turib video tortdim. O'shanda jamon talqonlandi-da, bir 10 million 15 million odam ko'rdi bu videoda. Siz ko'rmay qolibsiz. Tipa el bolasi uylanibdi, qirg'iz qizga uylanibdi deyishdi. Rossa nima bo'ldi? Biri telefon chaltadi. "Aka" deydi. "Sizga cho'ng rahmat" dedi. O'zbek bola. "Ne bo'ldi?" desam, "Siz sevibgardan 2 kundan keyin to'yim bo'ladi" dedi. "Siz sevibdan 2 kundan keyin to'yim bo'ladi" dedi. "Qandaycha?" desam, "Opam o'shul kungachayin" dedi. "Qirg'iz qizga uylanbaysan" degan. Siz to'yingizni ko'rgandan keyin opam ko'rib, "Mena bolam uylanibdi, meni bolam uylansam ne bo'ladi? Qirg'iz bo'lsa meni jamonmi? Buldagi musulmon. Malades. Bo'ldi, seni uylayman" deb turib, opam hozir qirg'iz qizni olib berdi, 2 kundan keyin to'yim. Al qizni men yaxshi ko'rataman, hozir to'yim bo'ladi. Siz sevibgarda dedi. Bu narsa men o'shal hayp qilgan videoyim, keyin aytdim, bo'ldi, jo'naylar reklama edi, bir salon reklamasi bo'lganda, biroq men agarda yaxshi ko'rsa, yaxshi qiz bo'lsa, o'zbek bo'lib, qirg'iz bo'lib ayirmasi yo'q, uylanaman deganman-da, misol uchun. O'shal men qilgan haypimdagi, misol uchun kimnidir uylanishiga, bir to'y bo'lishiga sababkor bo'lganman-da. Video bilan tutolishni. Ovada, bu yaxshimi? Misol uchun. Men o'shaga aytamda, men значит to'g'ri yo'lda ekanman. Men o'shal sebepdan misol uchun keyin hayplar, keyin boya aytdim-ku, keyin hayplar, keyin o'chashishlar seni yaxshi narsaga olib keladi. Har doim ham emas. Misol uchun keyin ma'nolarda. Bugungi kunda bir sezonda siz qancha turistlarni olib kelib, joylashtirib, ko'rsatib, Qirg'izistonning yaxshi joylarini chiqarib o'tasiz? Biz hisoblaymiz-da. Misol uchun. Bo'ljalmi? Ava. Menda misol uchun Andijonda, Farg'onada, Toshkentda ko'p o'zimni bir tug'an ukalarim, bir tug'an emas, men tug'an ukalarim bor, ular o'shunda Qirg'izistonga tur firma bilan olib kelishadi. Har subota voskreseniya 50 ta, 100 ta odam olib keladi. O'shalar baribir mendan telefon chalishadi. Qayerga olib boraylik deydi. Mendan maslahat olishadi. Men aytaman, Arslonbobga bor. Jo bo'lsam Tulpor ko'liga bor. Jo Nejerga bor. Hozir ko'lda odam ko'p. Hozircha bor va odamlar jadab qolishi mumkin. Ko'p ekan deb turib, keyin odam ko'pchilik jomon ko'radi-da. Ma'qul. Hozircha misol uchun Issiqko'lda hozir zichu bo'layotgan mahalda jichcha savol qilib tur, men aytam. O'sha o'rniga davayki Tulpor ko'liga olib bor, hech kim yo'q. Hozir Qoraqo'yga olib bor, yaxshi bor ya. O'sha narsani men har doim aytib turaman, misol uchun bunday videolar tashlab berib turaman. Jo bo'lsam, ataylar men o'sha odamlar meni videoyimni ko'rgandan keyin polibom, misol uchun tur firmalar sразу soladi. Aka, lokasiyani tashlab qo'ying. Har juma sayin 4 ta 5 ta soladi. Alardan yo'q deganda har juma sayin 100 tadan odam olib keladi. Minimum. Bu degani juma sayin 500 tadan kam odam keladi degani. Bir oyda 2000 odam keladi degani-da. Bu meni kichkina hisobim bo'yicha. Agarda hisoblasak 5000 ta ham bo'lib ketishi mumkin. Misol uchun. Hozir
ал жагы жакшы, турист жагына өнүктүрүш жакшы, бирок мен азыр башкачараак план менен эми жаңы иш баштайм деп атам иншалла. Азыр билесиз, Кыргызстанда заводдор эми башталды. Заводдор да мисалы үчүн. Өзбекстан 40 миллион болгон себептен заводы ham көп. Экономикасы ham эми так маалыматым болбосо ham бизге караганда бийикирээк да. Мен ушул маселе боюнча буюрса 5-август күнү Өзбекстанга кетем да. Өзбекстанга барып, жакында билдиңизби, мына Кыргызстанда ham, Ошто ham бир гостиницада өзбекстандык бардык заводдун ээлери, бизнесмендер келип, бул жердагилар менен сүйлөшүп, договор кылып, азыр 42 миллион, бир күндүн ичинде 42 миллион сомго договор коюлду, кол коюлду. Иштешке, хамкорлукка дейт го. Ошол нерсени мен реклама кылып, өзүбүз уюштурдук, колубуздан келгенче жардам бердик. Дагы ошондой Өзбекстанда болот эми 5-август күнү. Полный ушу Кыргыз Өзбекстандагы эми колубуздан келиши Наманганда болот буюрса, ошол жердеги заводдорго өзүбүз көзүбүз менен кирип көрүп чыгабыз. И мен ошол нерсени сунуштайын деп атам. Мисалы үчүн, Өзбекстан Республикасынын президенти, Кыргызстан Республикасынын президентиге өзбек менен кыргыздын бирдеке ачылса, мисалы үчүн бир жаштар үчүн бир кандай бир окуу марказига окшогон нерсе, типа ушундай атымы ушундай болот. Бирок ал жерде мисалы үчүн кызыккан тармактар болот. Кээ бирки адам мисалы үчүн машина сохасыга кызыкат, кээ бирки адам башка нерсеге, кээ бирки адам биз иштеп чыгарышка кызыкат го. Ошолардын ичинен тандап алып, 5тасын мисалы үчүн кайсыдыр заводко барып үйрөткөн. Кээ биркилердин $1 миллион акчасы болсо эми эмне кылышты билбей экендер үчүн мындай үйрөтүп туруп, мына завод ачса мындай нерсе болот. Мисалы үчүн, азыркы маалда мен кастинг көп кыйам да. Мисалы үчүн ошол кастингдер заводдон $30, $40 чыкса, бизге $150 сатылат да. Же $100 сатылат туурабы? Ошол нерсени биз завод ачылган болсо, ошол $30 өзүбүз чыгарып $40 же $50 сатсак, чыгарып экен завод ээлерге $10, $40, $20 пайда болобу? Ал экен адамга $50 пайда болуп атабы? Өзүбүздөн иштеп чыгарып атабыз да, туурабы? Плюс акча ушул жерде калып. Ооба. И плюс акча ушул жерде калып атат. Мен ушул нерсеге буюрса иншалла 5-август күнү барам, өзүм полный ушул жерде тактап, иншалла максатым бир Кыргызстан менен Өзбекстанда бир жерде бир чоң бир өзбекстандыктар менен сүйлөшүп, бир зданияны алып, ошол жерден буяктан кызыккан бизнесмендер ошоларды алып барып, каалаган тармагыга барып туруп, ошол завод буякка Кыргызстанга ачылышыга инвестор жактан жардам беребиз сөзсүз иншалла. Мисалы үчүн кээ бирки адамдар кызыкса, акча жактан, андан сырткары бизнести үйрөнүш жактан, ошол жактан мен өзүм бизнесмен же болбосом заводум болбосо ham, Кыргызстанга болсо ушул нерсе айына жылына мисалы үчүн жок дегенде 4-5тадан завод түшүп турса ham, 10 жылда бул жакшы бир результат деп ойлойм. Ошол нерсеге кызыгып атам. Бизди көрүп отурган көрүүчүлөр ушундай кызыгышканысы болгон болсо, сиздин Instagram баракчаңызга жаза берсинби? Ооба, жаза берсин кеңири. Мындайча айтканда, бизнес туризм жаатына өтүп баратсыз. Ооба. Эми мындай нерсе да, турист жакты биз почти 1 жыл кылдыкпы? Уже бул өнүгүп бүттү. Адамдар уже түшүнүп болду, Кыргызстанда эс алыш керек экенине. Мында эмне керек бар, Швейцарияга $1000, $2000 расход кылып, $100 расход кылсам Кыргызстанда айланып чыгам экен 2 күн, 3 күн же 1 күн, 2 күн деп уже понятке болду. Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, ошо окшогон мисалы үчүн тегерегибиздеги мамлекеттер уже түшүндү. Уже понятно да, уже мен ал жерде кайра сүйлөбөстөн эми башка жакка өтөйүн деп атам. Мисалы үчүн уже менден сырткары эми өзбекстандыктар келип, полный Кыргызстанды өздөрү мактап кетип атат. Кече жамандаган адамдар, мен айттымбы, өздөрү келип эми Кыргызстанды эс алыш керек деп туруп мактап кетип атат. Эми бизге уже кантип жактандыр муктаждык эми негизи эми болгон эмес, бирок биздин кызматыбыз уже ушул жергече уже бийил түгөйт. Эми бизнес жактан, заводдор куруш жактан иншалла башташыбыз. Эми жогорураак мамлекеттик деңгээлде иштейлик деп атабыз иншалла. Бирок мен ошол жерде кичине мындай чукурураак киргим келет да, туризмди мисалы үчүн өндүрүүдө көпчүлүгү баягы блогингде эле бирдекени башташты, чоң акча керек деп, анан бир түрткү керек деп, же тааныш керек деп эле отура берет да. Бир адам ошондой бир жакшы кооз жерде жашайт. Анан эми малчылыктан бөлөк кенен бош убактысы бар да. Эмне кылып баштаса болот, мисалы үчүн эмнесин тартып баштаса болот. Ал деле мындай соц тармак жайылган заманда Өзбекстандан түздөн түз өзү чакырса болот да, мисалы үчүн.
өз мындай тур агенттери жок эле, мисалы мына жерге келгиле туугандар деп. Эмнеге кызыгуу болуп атат мындай бүгүнкү күндө Өзбекстандык туристтер келип, Кыргызстанда мисалы үчүн жайлоодо жашап аткан жаран болсо, ал эмнени сулуу кылып тартып киргизсе, ошого кызыгып барышат. Misol uchun haligi bir bratishkam bor. Daniyada juradi. Qalipa deb turib bir sigiri bor, moli bor. Ko'rgansizmi? Jash эле bola, bir Ооба. 2000dan pastda meni o'yimcha. O'sha bola ham bir mol bilan video qilib odamlarni qiziqtiradi. Videosini prosmotrini ko'rsangiz menikidan ko'p. 500 ming million prosmotr ko'radi-da. Arashan mol окшойт. Bilmayman, bir Qalipa degan bir moli va sigiri bor-da. Meni suyganim Qalipa, ukam seni suylayapman. O'sha bola даже bir mol bilan trendda juradi-da. Endi 1 gektar, 2 gektar shunday qo'l yer bilan video chiqarib tortish menimcha, endi aytdim aka, bir odamga misol uchun blogerlik tarmog'ini o'rganish o'zi negizi o'ng'ay, qiziqqan odam uchun. Mэрler үйрөнүп атпайбы? O'sha-da. Misol uchun merlar bloger bo'lib ketdi-yu, turadi. Negizi o'zi bir merlar jurnalist bo'lgan. Endi bildingiz kim ekanini. O'shunday. Endi aka qiziqmagan odamga endi men o'yratsam ham qiyin. Biroq endi jeri bo'lib siz aytganday misol uchun jerini qanday investorlar chaqiramiz deganlar uchun keling bunday qilaylik. O'shunday odamlar bo'lsa meni Instagram baraqchamga yozsin. Investor kerak bo'lsa, hozir O'zbekistonliklar ayovga qiziqyotadigan narsaga. Sababi o'zbek hozir даже endi oyina bir 100 ta odam olib kelib, aqcha normalniy tavishayotadi-da. Misol uchun bir kunda ichida 100 ta odam olib kelib, bir odam misol uchun kelib sizga примерно 4000, 5000 so'mdan alarga bersa dag'i, jo'q deganda 2000 so'm qoladi. Talarga foyda. 100 ta odamdan misol uchun 200 ming bo'lib, mayli 100 ming so'm foyda qiladi. Dajalar просто olib kelib aylantirganlik uchun. Biroq o'shul bir investor o'shul yerga 1-200 ming dollar aqcha tiyib qo'ysa qancha aqcha qoladi misol uchun. Alarga ham qiziq narsa. O'shul narsani hozirgi momentda ular qiziqyotadi. O'shul sebepdan misol uchun agarda kimdadir yer bo'lsa, endi har birine misol uchun yordam bera olmasam da qo'limdan kelishincha inshaalloh yordam berib, yaxshi lokatsiya bo'lsa, odamlarga qiziqtuvchi yer bo'lsa, birkilar kichkina yer bo'lsa ham nima qiladi-ku, qiziqtuvchi yer bo'lsa, inshaalloh qo'limdan kelishincha investorlar tortib berishga harakat qilaman buyursa. Сонун эми Ош тууралуу сүйлөшөлү. Мен көбүнөн угуп калам. Ошко келесиң Сулайман тоодон бөлөк эмне бар деп. Ошол бир туугандарыбызга мындай жооп катары эмнелер өзгөрүп атат? Туристке келгенде, мисалы Ош шаарына тарыхый жерлер калдыбы же баары сыныс болуп кеттиби деген суроолор бар да. Qanat aka, mындай narsa aka, shu so'zingizga bir men misol qilib aytam. Sulaymon tog'ga chiqqan emasman men. Bir yo'l jashavimda chiqqanman. Biroq 70% videolarim O'shda bo'ladi. Tushundingizmi ne deganimni? Men sizga bu degani 1200 ta videoim bo'lsa, 800 tasi O'sh joyida. 800 ta bora turgan yer bor deganimda, men isbot etganim. Misol uchun. Endi mayli o'shundan bir 100 ta 200 tasi siz aytgandaqa sinos bo'lgan eski yerlar bo'lishi mumkin-da hozir. Bunday narsa aka, eski O'sh emas bizda hozir O'sh. Eski O'shda jang'icha varianti bo'lib qoldi hozir bizda. Misol uchun. Tushundingizmi hozir ne deganimni? O eski O'sh bo'ladi-ku, misol uchun kichkina ko'chalar, tor ko'chalar, siz aytganda bitta Sulaymon tog'im har yerdan ko'rina turgan yer emas. Sulaymon tog' o'sha chekada qolib ketganda, ko'p yaxshi yerlar ko'pligi sababidan. O'sha O'shga misol uchun baribir O'sh shahar bo'lib ketdi-da, ikkinchi kun nima-yu, stolitsa bo'lib qoldi-yu hozir O'sh. O'shunday hozir. O'shol sebepdan misol uchun O'shda men aytsam misol uchun kim izdasa tovatda negizi. Men aytdim sizga 800 ta video chiqargan bo'lsam, O'sh yo'lida chiqarganman. Anan keyin boshqa joylarga borib keldim-da. Misol uchun O'shda siz ne kerak sizga misol uchun? Biznesga joy kerakmi, je bo'lsa men solish uchun joy kerakmi, je qadimiy joylar kerakmi? Qaysi tarmoq sizga qiziq bo'lsa, tavas O'sh shunday aka. Sulaymon tog'ga men chiqqan emasman. Bilmayman, ko'p bo'lib ketdi chiqqanimga. Мисалы, мындай Европа мамлекеттерине же Турцияга бара турган болсоң, албетте баягы Чептерге барасың, Коргондорго барасың. Анан бизде Ош базарынын бузулушуна деле каршылыктар көп болбодубу? Мисалы үчүн бул туризмди өлтүрөт деп туристтер мурун Ош базарына келчү эле? Bilmayman, анчалык men. Men ali O'sh bozor Navoiy parkdan pastroqni aytasizmi?
Eski boş bozor. Oşonu dep bilen-de men turap. Emi şef qilgan narsani buzib tashlagan. Men hozir men tushkun emasmin-da içinde misol uchun. Siz alıp kelgen turistler oşol jaka kızıgıp barып эле деген суроо. Barib olsa kerak dep o'ylayman al jerga. Эми ал жерде эмне бар edi murun эми sata turgan эми eski siz aytgandek tarixiy narsalar bo'lishi mumkin, biroq эми pichaq-michaq qurishda turgan, birdeki sata turgan yerlarga anchalik dengelde misol uchun murun anday nima emas-da, misol uchun kelib turib tipa "Vau" deydigan darajada emas-da, эми bo'ldi-ku u narsani. Men murun anchalik interes emasdi deb o'ylayman. Sebebi bilmayman, короче aka, maga лично men o'sha bozorga siz aytganday, men ko'proq endi arzon kiyim olgani tushganman, chindan aytganda. Al yerda ko'proq odamlar arzon bozor deb bilishadi-da, misol uchun. O'sha sebepdan hozir жаңыча varianti yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Misol uchun most bor-ku. Ava. Mostni men proyektini ko'rganman-da. Misol uchun Turkiyaga borgansiz, Turkiyaning ko'prigini ko'rgansiz, ko'prikning ikki jag'ida binolar birdakilar bor-ku. Daryo ustida. Jo'q. Bizda ham shunday bo'lishi kerak deyman-da, misol uchun. Hmm. Bu joqda hamda ustunda turgan odam Navoiy parkda, o'sha chinda bozorlarda, tepadan ko'rib turib, sharoit bo'lgan emas-da, domlar bo'lib, do'konlar bo'lib, Aljerimda tepada o'tib ketayotgan odam buni ko'rsa, misol uchun Oqbora daryosini, siz aytganday Navoiy parkda anan chinda o'shda qadimiy sota turgan narsalar hamda jayilib turgan bo'lsa, odamlar interes bo'ladi-da. Sebabini uzoqdan ko'rgan odamga interes bo'ladi-da, borish. O'sha uchun hozirgi varianti menga jag'ib Ammo parkchi Akburanын жээгинде аябай чоң парк ачылып атат. Qayerda park ko'p bo'lib ketdi hozir. Азыр эң чоң паркты ачабыз жакында деп Жанар Акаев айтып кече күнү жүрбөйбү? Мисалы жакынкы айда 10 гектар деди, 10 гектар жерге чоң парк салынып атат деп. Ошол жөнүндө мен так маалыматым жок. Мен көп ошто болбой калдым-да. Акыры 1-2 айдан бери алайып уяк буякта жүрүп, жаңылыктар көбөйүп кетиптир, тез болуп кетиптир көп нерсе. Мен көбүрөөк билип калыптым. Ооба, азыр ошондой болуп калды. Мен көбүрөөк башка жактарда болгоным себептен бул жөнүндө так маалыматым жок экен, бирок сразу мен эртеден баштайм. Анан мисалы үчүн ошто сиз айткандай аэропорт жаны өзгөрүп кетти, аябай сонун болду. Мисалы үчүн көрдүңүзбү? Жок, Самолеттер коюлуп аэропортту жаныга. Самолет болгондо бул баягы эски самолеттер. Eski samolyotni nima qilib tuzlashib janiga anaqa vertolyot nima anaqa bo'ladi-ku, burun pilotda uchiladi-ku, o'shunday narsalarni qo'yib, son qilib qo'yishdi. Al joydan beri o'zgacha bir odam tortadi-da, samolyotga qiziqa turgan, uchishga qiziqa turgan, boshqa mamlakatlarga borishga qiziqa turganlar uchun aябай yaxshi lokatsiya. Hozir misol uchun Issiqko'lga borishga aqchasi yo'q odamlar Oqbo'raga borsin, hozir ko'l bo'lib qoldi. Son bo'lib qoldi. Son bo'lib qoldi. Biroq tozalaydi, qarmash kerak. Ko'pchilik yerda men o'sha yerda aytayin-da. Men ko'p erta bilan soat 4-5 da uxlayman-da. Alhamdulillah. Men ko'proq erta bilan 4-5 da uxlayman-da. Kedamda mashinani qo'yib chekkaga qo'yib, men ko'rib, ichim urib ketadi-da. Tipa bir bilasizmi? Erta bilan tozalay turgan, tozalikda ishlay turganlar jashi yo'q. Bardiq elikdan o'tganda. O'shalar siz opangiz-da, men opam. O'shalardimda tozalayotganini ko'rib, men ichim urib ketadi. Tura olaram, adal mehnat qiladi. Biroq o'shalar tozalashiga majbur qilayotgan bizda. Turib. Misol uchun, qaysi yerga hozir o'shda qayerga borsangiz musurni jashiqlar ko'p-da. Shunday narsa qilaylik, пожалуйста, hurmatli tug'anlar, men so'ranam-da. Musur kamroq tashlaylik, kamroq ish qilsin o'shalar. Mayli aqsha berelmaylik. Borib turib 1000 so'm berib turib, "Apa, eja, bugun esoling mayli. Men bolangiz qatori, mayli bolangiz yo'q bo'lsa, meni opam qatori siz bugun 2000 so'm aqchani berib bugun esoling deb aytish kerak-chi. Bo'lsam aqchangiz yo'q bo'lsa, musur tashlayotganda o'sha eja bir meni opam qatori bir ayol 60-70 ga kirgan ayol o'sha narsani tozalaydi deb turib, kamroq musur qilsak, ularning ishlari kamayadi-da. Hozir bilinmay aytadi issiqda, ertan sovuqda, qishda o'shalar misol uchun qo'llari muzlab qoladi, uyushib qoladi, boshqa bo'ladi. Ular bilan men chekkada sekin suylasham. Keldi, maskan tag'ib olib, men kichkina bo'lsa-da, o'shda Qirg'izistonda tanib qolishdi, maskan tag'ib, bir kofeda olib borib suylasham-da. Suylashganimda ular ham men bolam uchun ishlayapman, boshqa uchun ishlayapman deydi-da. O'sha ejalar biz uchun ishlayapti-da, misol uchun. O'shaga Qirg'iziston o'zi biznikida, boshqalardiki emas.
айтат го таза болгон жер ал таштанды таштап албаган жер деп. ооба. Тазалаш шарт эмес, таштабаш керек. ооба, ошондой. Мен өзүм негизи ушул тазалык жөнүндө көп видео тартам да. Көпчүлүк эсли болбастан видео койбастан ошону тазалап кое берсинби дейт. Мен тазалап койсам, ал жер мүсүр экенин эч ким билбейт да. Мисалы үчүн видео койбасам да ал жөнүндө. Туурабы? Ошол сиз айткан Акбуранын жолундагы паркке чөмүлө турган жерге мен бардым бир күн атайлап. Эмне болот десем, шарайыттар эми башталыптыр, жакшы эми зоор эмес, себеби болсо 1-2 ай болду ал нерсеге. Сразу зоор болуп кетпейт да, ысык көл болуш үчүн канча жыл убакыт кетти. Типа ошондой да. Бул нормал деген да азыркы моментке. Эми нолушубуз жакшы эмес да. Жок маалда эми жүрдүк ошол нерсени. Туурабы? Жок маалда эми биз жүрдүк. Частный территория болуп кеткен бар. Ошо да, каалаган кылып жүргөн маалда. Бирок азыр кылып экен маалда мына Жанар Акаевге чоң рахмат айтышыбыз керек да. Ошол нерсени кылды жаштар үчүн. Маза кылтабыз мисалы үчүн. Мен барбасам дагы сиз балаңыз барат. Жаштар үчүн да ал, чоңдар үчүн эмес негизин айтканда. Мен оюмча, ал балаңызды барып коюп чекеде жатып туруп мисалы жаштарды чөмүлтүрө турган жерде мүсүр болуп кетипти ошол жер. Ошол жер мүсүр болуп кетипти. Адамдар бесплатный ал жер. Акча берип атасызбы? Мисалы үчүн. Бардыңызбы өзүңүз? Барган жокмун. Мына көрүп экенде. Көрүп атабыз да. Акча берген жок эч ким. Бесплатный болуп атат. Ошол нерсени мүсүр болуп кеткен да, туурабы? Ошол жерде если биз өзүбүз тазалап, мисалы үчүн каерде мисалы үчүн эмне кылсак, али хуний кылып бирдеке мисал кылып келтирем. Мал барго, сигирлерем жаткан жерин тазалайт да. Биз дагы эгерде мисалы үчүн ошол таштаган мүсүрүбүздү мүсүргө таштап туруп кетсек, ошол чоң эжелерибизге, апаларыбызга камыраак иш болот да. Ушундай деп ойлойм. Сонун. Менче бүгүнкү берүү ушул бойдон жыйынтыктасак сонун болот. Себеп дегенде кийинки чыгарылыштарга дагы биз мындай кичине орун калтырып коелу. Ооба. Кызыктуу болуш керек. Сиз айткандай сиздин сериалыңызда дагы биз катышып алайлы. Бир аздан кийин келгенде сиз менен бизнес туризмди кандай өнүктүрүп атасыз, кандай даражага жетип калдыңыз деген тууралуу сүйлөшкөндү насип этсин. Иншалла. Коноктогонуңуз үчүн Алла ыраазы болсун. Дагы туристтер көбөйө берсин. Анан кийин эмне демекчисиз жалпы кыргыз элине? Негизине мен ушул жерге ар дайым бир сөз айткым келет да. Мисалы үчүн биз эми даражадайбы, деңгээлдеби мен өзүм бийик өзүм сезбейм. Кээ бирки жерлерде мисалы үчүн бизде фанаттар болот, мухлистер болот го. Ошолар кээ биркиде капа болуп калат. Жазат комментарийге, теке бир экенсиз, кипир экенсиз дейт. Кээ бирки маалда касал болуп калам мисалы үчүн, көп уктабаганым себептен 2 күн 3 күндө бир 2 күндө уктайм да. 2 күндө бир уктайм, 1 күндө бир тамактанам. Ушундай аракеттерим бар да. Ошондо тез стресске түшүп калам да мен. Ошол маалда кээ бирки адам эмне көрбөй калып, башка нерсе болгон маалда капа болуп калат го. Ошолорго айтам, мисалы үчүн капа болбоңуздар. Биз ham мисалы үчүн адамбыз да. Бир күндө жок дегенде 500, 200, 300 адам менен салам алейкум да, ассаламу алейкум. 1-200 адам менен сүрөткө түшүп, бул сонун. Алхамдулилла, ушул деңгээлге чыгарган Кудайга шүкүрлөр болсун. Бирок ушул деңгээлге чыгышымга себеп болгон ушул кыргызстандык менин бир туугандарым. Сиздер бар экенсиздер, биз мисалы үчүн жакшы жашап атабыз. Мында Кыргызстан үчүн колубуздан келишинче пайда кылышка аракет кылабыз. Хейттер үчүн ham айтам, мен жаман көргөндөр үчүн айтам, сиздерди жакшы көрөм мен ар дайым. Сиздер бар экенсиздер. Мага жаман комментарий жазса, майыл ыраазымын. Любой момент. Просто апам менен атам жөнүндө сүйлөбөсүн, үй булоом жөнүндө сүйлөбөсүн, каалаган келлемден келсин, башкамдан келсин, майылы. Бирок мени үйүм жакка өтпөсө, мен каалаганча чыдайм. Айтат го, жаман сөз менен менден мотивация жакшы кетет. Себеби мен блогерлик кылба деп жаман сүйлөй беришкенде ушул блогерликке нема кылганмын да. Дагы бир жолу айтам, урматтуу Кыргызстандык ар бир туугандарым, акеларым, үкөлөрүм, сиздерди мен аябай жакшы көрөм. Кээде ката кылабыз, кемчилик кылабыз. Ал нерседен түшүнүп коесуздар, биз дагы мисалы үчүн инсан деп өзү үнүткүүчү дейт го, биз ham бандабыз, ката кылабыз. Ошого сиздер бизди камчиликибиз менен жакшы көргөнүңүздөр үчүн ар дайым сиздерге таазым кылабыз, ыраазычылык билдиребиз. Сиздерди ар дайым Кудай үчүн жакшы көрөбүз, бир манфаат үчүн эмес. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Анан бул телевизионный коштошуу болуп кетти, бирок силер YouTube'дасыңар. Жактырууну басып, бөлүшкөнгө унутпаңыздар. Анан кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө